Ey og'ayni. Bu kecha uyingga kirmayman. Xijolat bo'laman deb oyoqtirayotganding. Endi buni men og'ayni. Indamasam tushligacha uxlaysan shekilli. Uzr. Hazillashdim. Lekin rostdan ham seni deb bugun vaqtli turishga majbur bo'ldim. Nega? Nega bo'ladi? Mehmonsan-ku. Senga mulozamat qilib, qorning to'yg'izib kuzatib qo'yishim kerak. To'g'rimi? Bu ham haziladi. Lekin haqiqat. Rostdan ham bizda urf-odat shunaqa. Yo'q, unchalik mulozamatga hojat yo'q. Bo'la qol. Ke. Qani? Rahmat. Yuzingni yu. Rahmat. Hozir kelaman. Xo'p. Biz ozgina shoshib turibmiz. Iltimos, shu safar indamay. Mani yapmiz-ku. Ma. Yo'q. Muntazam bu. Bunaqasini yemagan ekanman. Hech kim bu narsani oyimda pishira olmaydi. Bu aniq. Ishonaver. Ketdingmi? Ketdik. Oyi, biz ketdik. Hech bo'lmasa mehmonga bir piyola choy ber, bola. Oyi, mehmon choy ichmas ekan, suv ichar ekan. Ha, xudoyim. Ketdi, yo'ldashasan suvni.